bir so'm boshlang'ich to'lov yo'q, mashinada nima to'xtatdilaring deb juda ko'p savollar tushyapti. Mana oldimizda 4 ta mashina turibdi. Birma-bir aytib beraman. Mana shu birinchi mashinamizni 3 oy o'zlari tanlagan mashinani 7 yot beganadan olib berganmiz. 3 oy haydashdida 3 oyligidan $1 to'lamasdan mashinani olib tashib berishdi. O'shanda ham ichidagi narsalarni almashtirib olishgan. Bu mashinamiz. Bu mashinamizni qaysi viloyatga berganimizni ayta olmaymiz. Berib yuborganmiz, mashinani o'zimiz sotib olib, uni nomiga davrimiz qilib berganmiz. Bizni bir 3-4 oy alla yurishdi. Ana beraman, mana beraman, mana bitta qilib beraman, $1000 beraman, $1500 beraman deb 4 oy allashdida, 4 oydan keyin zo'rg'a borib mashinamizni o'zini qaytarib olib kelganimizga xursand bo'lib o'tiribmiz. Mana bu mashinamiz ham 2015-yil. Bu mashinani ham boshlang'ich to'lovsiz qilib berganmiz. Buni ham xuddi shunday 1 oyligini bitta qilib beraman, 2 oyligini bitta qilib beraman, 3 oyligini bitta qilib beraman dedi. Oxiri shu mashinlikligini bilib, keyin mashinamizni qaytarib oldik. Endi bu mashinalarimizni masalan 2015-yil mana zararimiz $1,500 zararimizga ham qo'yibmiz. Narxini $4000 qilib belgiladik. Bu mashinamizning narxini $3200 qilib belgiladik. Nari mashinamizning narxini $3000 qilib belgiladik. Mayli, hech bo'lmasa oldindan $1,500 pul bilan kelsalaring, bemalol olib ketishlaring mumkin. Kamchiliklarini o'zlaring qilib olasizlar. Nima kamchilik bo'lsa, o'sha kamchilikka o'tib beramiz.